Winnie Puh, qon va asal. Ikkinchi qism. O'rmondagi qirg'indan omon qolgan Kristofer Robin hammani mutant maxluqlar haqiqatdan mavjud ekanligiga ishontirishga urinadi, ammo unga hech kim ishonmaydi. Winnie Puh boshchiligidagi maxluqlar esa navbatdagi ov uchun uning shahrini tanlaydilar. Agar ushbu filmning birinchi qismi haqidagi videoni hali ko'rmagan bo'lsangiz, kanalga o'tib ko'rishingiz mumkin. Hozirda filmning 3-qismi ham suratga olinmoqda va tez orada taqdim etiladi. Agar u haqida ham video qilishimni xohlasangiz, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Shunda siz ushbu olam haqidagi videolarni o'tkazib yubormaysiz. Film Winnie Puhning falsafiy gapi bilan boshlanadi. Sen o'rmoningning bir burchagida o'tirib, boshqalar seni izlab kelishini kutib turolmaysan. Ba'zan o'zing ularning oldiga borishing kerak. Shundan keyin birinchi film voqealaridan keyin nimalar bo'lganligi qisqacha tushuntiriladi. O'rmondagi qirg'indan omon qolgan Kristofer Robin odamlar nazarida yolg'onchi va telbaga aylangandi. U dahshatli Winnie Puh va cho'chqa haqida gapirganida odamlar undan qo'rqardi. Keyinchalik u bularning barini unutish uchun shahardagi kasalxonaga ishga kiradi. Ammo unga ishonadigan ovchilar ham topiladi. Ular eski o'rmonni muntazam tozalab, Winnie va cho'chqacha yashirinishi mumkin bo'lgan joylarni yo'q qilishadi. Shu sababli maxluqlar qochishga majbur bo'ladi. Qattiq qish kelgach, ular eski do'stlari Boyqush va Yo'lbars bilan birlashadi. Shundan so'ng film voqealari ko'l bo'yida turgan furgon ichiga ko'chadi. Ichkarida 3 ta qiz Ouija taxtasi yordamida ruh chaqirish bilan shug'ullanmoqda. Shu payt tashqaridan taqillagan ovoz eshitiladi. Chaqirilmagan mehmonlardan norozi bo'lgan Winnie va Boyqush vaziyatni hal qilish uchun kelishgandi. Winnie qizlardan birini metal yordamida tinchitib qo'yadi. Ikkinchi qiz eshikni yopishga urinadi, ammo dahshatli maxluqni ko'rib hushidan ketadi. Winnie esa furgonni ag'darib yuboradi. Uchinchi qiz derazadan sakrab chiqib kvadrotsiklda qochishga urinadi, lekin kvadrotsikl aslo yonmaydi. Shunday qilib Winnie Puh va Boyqush uchala qizni ham tinchitib qo'yadi. Bu payt esa Kristofer Robin gipnoterapiya orqali bolalikdagi xotiralarini eslashga harakat qilmoqda. O'rmon ichida 3 nafar ovchi mutantlardan qasos olish uchun ularni qidirmoqda. Shu payt Boyqush Winniega hamma narsani tashlab shaharga borib barcha odamlarni o'ldirish kerakligini aytadi. O'rmonda ovchilar cho'chqavoyga duch kelib, uning boshiga o'q uzadi. Tez orada esa Winnie Puh paydo bo'lib, ularni ham shafqatsizlarcha o'ldiradi. Og'ir yaralangan ovchilardan biri yo'lga chiqib hushini yo'qotadi. Uni odamlar topib, Kristofer Robin ishlaydigan kasalxonaga olib kelishadi. Gipnoterapiyaning keyingi seansida Kristofer Winnie Puh bilan ilk uchrashuvini eslaydi. Ma'lum bo'lishicha, ayiq o'sha paytda ham aslida unchalik yoqimli emas edi. Faqat bolaning ongi xotiralarni boshqacha qabul qilgan. Kristofer shuningdek tug'ilgan kunidagi voqeani eslaydi. Bolalar bekinmachoq o'ynayotganida noma'lum furgon kelib, uning ukasi Billini o'g'irlab ketgandi. Eng muhimi, Kristofer o'g'rining yuzini ko'rib qoladi. Shokka tushgan Kristofer bu haqida Leksiga aytadi. Bu voqealarga parallel ravishda 3 nafar politsiyachi mutantlarning yer osti boshpanasini topishadi. Bu yerda ular parchalanib ketgan inson jasadlarini ko'radi. Keyin ularga Yo'lbars hujum qilib, politsiyachilarni bo'laklarga bo'lib tashlaydi. Kristofer ota-onasiga ukasi haqida eslaganlarini aytadi va internetni qidirib, bir paytlar bir nechta bolalar nom-nishonsiz yo'qolganligini biladi. Izlanishlar uni Dr. Gallup ismli olimga olib keladi. Uning uyidagi yong'indan keyin odam va hayvon DNKsini qo'shish bo'yicha dahshatli tajribalar izlari topilgan edi. Kristofer kasalxonaga borib, yarador ovchi bilan gaplashadi. Ovchi unga haq bo'lganligini aytadi. Shu payt Kristofer bolalikdagi xotiralaridan o'g'rini ko'rib qoladi va uni ortidan izlab boradi. U cholning uyiga kirib, ukasi Billi bilan nimalar bo'lganligini so'raydi. Chol esa bir paytlar Dr. Gallup uchun bolalarni o'g'irlab berganini tan oladi. Olim bolalar ustida tajriba o'tkazib, ularni mutantlarga aylantirgan. Keyinchalik esa izlarni yashirish uchun ularni o'ldirmoqchi bo'lgan. Ammo bolalar qayta tirilib, qabrdan chiqib ketgan. Chol barcha dalillarni yo'q qilish uchun laboratoriyani yoqib yuborganligini aytadi. So'ngra pushaymon bo'lib, o'z joniga qasd qilgan. Kristofer Dr. Gallupning kundaligini titkilab, mutantlar favqulodda regeneratsiyaga ega ekanligini bilib oladi. Ayniqsa ayiq geniga qo'shilgan bola juda tez tiklanardi. Shundan so'ng Winnie Puh Kristoferning uyiga boradi va ota-onasini o'ldirib, singlisini o'g'irlab ketadi. Kristofer uyga qaytgach, ota-onasining jasadini topadi va ukasi Billi aynan Winnie Puhga aylanganligini tushunadi. Bu payt esa shaharda bayram bo'lib o'tmoqda. Winnie va Boyqush u yerga bostirib kiradi. Avvaliga odamlar Winnieni oddiy kostyum deb o'ylaydi, ammo tez orada haqiqiy qirg'in boshlanadi. Yo'lbars o'tkir tirnoqlari bilan odamlarni parchalasa, Winnie mix qoqilgan beysbol tayoqchasi va boshqa qurollardan foydalanadi. Kristofer voqea joyiga yetib kelganida hamma allaqachon o'lib bo'lgandi. Shunda
O'rmonda yo'lbars paydo bo'ladi, lekin Kristofer uni o'q bilan yaralaydi. Vinni esa Kristoferga benzopila bilan hujum qiladi, lekin u qochib o'rmonga kiradi. Nihoyat Vinni uni tutib oladi, ammo Kristofer uni Billy deb chaqirib, mutantning bolalik xotiralarini uyg'otadi. Agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bu bilan siz ushbu olamga kiruvchi Bambi haqidagi videoning tezroq chiqishiga katta hissa qo'shgan bo'lasiz. Lexi kelib Vinnini chalg'itadi. Shu payt Kristofer bolta bilan Vinnining boshiga zarba beradi. Vinni esa yiqilib o'lgandek ko'rinadi. Kristofer va Lexi esa politsiya sirenalari ostida o'rmondan chiqib keladi. Politsiya Kristoferning singlisini topgandi. Uni hech kim o'g'irlamagan. Qiz shunchaki yashirinib olgan ekan. Film deyarli shu yerda tugaydi, ammo titrlardan keyingi sahnada Vinni va cho'chqavoyning tirik ekanligiga ishora qoldiriladi. Shuningdek, ushbu olamning kelajakdagi filmlariga ham bir nechta belgilar mavjud. Hozirda ushbu filmning 3-qismi ham suratga olinmoqda. Agar u haqida ham video qilishimni xohlasangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Videoga esa like bosib, kanalga ham obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xayr.